Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bilamizki, maktab bosqichi olimpiadasi g'oliblarini mana shu olimpiada.uzedu.uz saytiga ro'yxatdan o'tkazib, o'sha fan o'qituvchilarini mentor sifatida biriktirib, direktor va o'sha fan o'qituvchilarini tasdiqlanishi lozim. Xo'p, hozirda o'shani ro'yxatdan o'tkazib, tasdiqlanishini birin-ketin ko'rib chiqamiz. Buning uchun o'sha saytga kirib olamiz va mana bu yerdan ro'yxatdan o'tish tugmasi bor. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosgan holda va bu yerdan pasport, ya'ni fuqarolik pasporti, guvohnoma va fuqarolik pasporti JSHR bor. Bizlarga JSHRni tanlaymiz. Xo'p, JSHRni ikkita joyda yuklab olish mumkin. Birinchisi ERP bazadan, har bitta maktabning o'zining ERP bazasidan yuklab olinadi. Ikkinchisi har bitta maktabning kundalik.com, ya'ni e-maktabda mana shaxsni tasdiqlov hujjati degan joyda ma'lumoti shu JSHR turadi. O'sha yerdan men yuklab olaman. Hop, tug'ilgan sanalarni kiritamiz. Hop, login va bu yerdagi parolni o'zimiz yaratamiz. Men ismini va familiyasini qo'ygan holda chiqaraman. Va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosaman. Mana ro'yxatdan o'tib oldik. Saqlanishni bosib qo'yaman va login kirish tugmasini bosaman. Va mana o'quvchining shaxsiy kabinetiga kirib oldik. Mana bu yerda shaxsiy kabinetda o'quvchi haqida ma'lumotlar bor. Bu haqda birma-bir tekshirib olishlaringiz mumkin. Va bu yerda foydalanuvchi biriktirish degan joy bor. Hop, bu yerdan yaratish tugmasi bosiladi. Hop, kimni o'sha fan o'qituvchisini bizlar o'sha mentor sifatida biriktirishimiz kerak bo'ladi. Hop, hop, qarindoshli, ya'ni katta o'qituvchi, faoliyat qaysi fan tili bo'yicha? Nemis tili bilan, kimdir boshqa fan bo'lishi mumkin. Hop, JSHR ma'lumotiga o'qituvchining JSHRlarini yozamiz. Va bu yerga tug'ilgan sanasini kiritamiz. Va search tugmasini bosamiz. Mana o'qituvchi ham Yagoshev Rahima Abduvalinova. Hop, taklif yuborish tugmasini bosgan holda mana ko'rib chiqish uchun yuborildi deb o'sha yozuv chiqdi. Endi bu o'quvchi profildan chiqib, endi o'quvchining profiliga One ID orqali kiriladi. One ID orqali login parollari bilan kiriladi. Kirish tugmasini bosamiz. Va mana o'qituvchining shaxsiy kabinetiga kirib oldi. Bu yerdan foydalanuvchi biriktirish bo'limiga kirib, mana ikkita o'quvchi tasdiqlangan, hozirgi yuborgan o'quvchini ko'rib chiqing hozir. Birinchi ko'rish tugmasi bosiladi va bu yerdan pastga tushgan holda tasdiqlash tugmasi bosiladi. Mana tasdiqlandi bu ham. Mana so'rov yakunlandi deb chiqdi. Endi oxirgi qiladigan ishimiz yana qaytib o'quvchining profiliga qaytib, mana bu yerdan olimpiada bo'limi bor. O'sha olimpiada bo'limidan o'zining fanini topamiz. Bu yerdan nemis tili. Mana ariza yuborish tugmasini bosgan holda mana katta o'qituvchi, fan o'qituvchisi va direktor turibdi. Bu yerda
imtihon tilini tanlaymiz. O'zbek tilini tanlagan holda qolgan ma'lumotlarni tekshirib olib, ariza yuborish tugmasi bosiladi. Mana ariza holati yuborilgan deb turibdi. Endi eng oxirgi qiladigan ishimiz direktorning mm, shaxsiy kabinetiga kirib tekshirib olish. Buning uchun ya'ni bu profildan chiqib chiqqan holda qilinadi. Ishqilib, bu ham direktorning One ID orqali kiriladi. Men boshqa brauzerdan kirganligi uchun mana bitta holatda turibdi va men tepada bitta yangilash berib yuboraman. O'shani Olimova Dilbar Jamoliddin qizi 4-hozir 10-sinf nemis tilidan qo'shildi. Mana holati yuborilgan holatda turibdi.